Bu videomiz mana shu otopleniyani usta ishlatmasdan o'zi qiladigan akalarimiz uchun. Hozir bu yerda 1 2 ana kuxna bilan 2 mana bu yerda 2 ta, yana narigi tomonda 3 ta spalniy, bitta koridorga общий 6 ta radiator qo'yiladi. Mana bu lazerni qo'yib, mana shu beton nolni topasizlar, mana nol. Beton stяжка oxirini topib chizib chiqasizlar. Keyin mana shu turba, отопление turbasi, mana bu radiatordan tepadan issiq keladi, pastdan chiqib ketadi nimaga, kotyolga ketadigan yo'l. Mana shuni mana bu turbani mana shu turba boshini 2 sm boyagi chiziqdan past qilib qo'yib, bu yog'iga 2-3 sm, bu yog'i 2 bo'lsa, bu yog'i misol uchun 4, bu yog'i 6. Bunisi ozgina uzoqroq bo'lgani uchun 3 yoki 4 sm pasaytirib boriladi. Bu tomon ham shunaqa 3 yoki 4 pasaytirib boriladi to kotyolga borguncha.